sifatli va bepul davlat maktablarida eng katta raqobat 4-sinfdan keyin qabul qilinadigan, ya'ni 5-sinfga qabul qilinadigan o'quvchilar o'rtasida bo'lib, ushbu o'quvchilarda hozir quyidagi imkoniyatlar mavjud. Ya'ni har bitta viloyat markazlarida mavjud bo'lgan prezident maktablaridan tashqari tayanch ixtisoslashtirilgan maktablar orasida Al-Xorazmiy maktablari bu ham hozir viloyat markazlarida ham ochilmoqda. Shuningdek, hozirgi kunda deyarli har bir tumanda tashkil etilgan tuman ixtisoslashtirilgan maktablari mavjud bo'lib, ular ham aniq fanlar sinflariga 4-sinfdan qabul qilinadi va bundan tashqari har bir tumanda bittadan davlat umumta'lim maktablarining ichida o'tgan o'quv yilidan boshlab jasorat maktablari, ya'ni jasorat sinflari tashkil etildi. Agar sizning farzandingiz ayni shu yoshda bo'lib ushbu maktablar qiziqtiradigan bo'lsa, hoziroq maxsus imtihonlardan ro'yxatdan o'tish harakatini boshlang. Farzandlar ta'limiga oid qiziqtirgan savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va sahifamizga a'zo bo'ling. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib do'stlaringizga ulashib qo'ying.